Yangi narsani aka, yo'q, aka men o'zimga ishonaman, ishimga ishonaman. Odamlarga buni ko'rsatish kerak aka. Nimaga ko'rsatish kerak aka? Yangi narsani shuni chiqarib. Yo'q aka, yangi narsa to'g'ri, lekin aka odamlarga buni qachongacha bekitamiz aka? Buni ko'rsatish kerak. Bu kraskalarimizni aka bemalol ustiga chiqib, aka mana yurib sinab olishi mumkin aka. Mana bemalol aka, siz ham chiqing aka, odam tekshirsin, ko'rsatsin aka, bemalol kraskalarimizga 100% javob beraman. Birorta trapga beringlar, buni hozir artib sizga shilinmagan, qirilmaganligini ham 100% ko'rsatib bera olmayman. Yaqinlashtiring. Mana patingizlarni ko'ryapsizlar, mana bemalol arz sozalab, shilinmaydi, qirilmaydi, 100% javob beraman qilayotgan ishlarimga aka. Akalar, to'g'risi Andijonda bunaqa sifatli ish, bunaqa ishimga javob deydigan, to'g'risi akalar, xudo xolasa vakiling qarg'ochyapsiz aka. Endi aka to'g'risi bunaqa mashg'ulotlar bilan gaplash oson emas aka. Biz bunaqa ekranlarga qarab gapirmaganmiz. Menga qarab gapiramiz. Biz aka ustamiz. Shunaqa mebellar yasab beradigan odamlarmiz aka. Qilayotgan ishlarimizga inshaalloh 100% kafolat beramiz aka. Rahmat aka. Odamlarning oldida uyalib qolmaymiz aka. Narxi-chi aka, narxi ham qiziqdi. Narxi ham Toshkent bilan, Turkiya, Qo'qon bilan misol qanaqa raziyasi bor? Aka, narxlarimiz arzon demayman, olib qochish kerak emas, klientlarni aldan mijoda chaqirish kerak emas aka. Ramazon oyida bo'lyapti. Narxlarimiz sifatiga yarasha juda qimmatligi bor. Lekin aka, xudo xolasa Toshkent bilan sifatiga kafolat beraman. Bunaqa ayollarga shunaqa mo'l qaranglar. Ayollar qanchadan kelmaydi. Hali 100% bitmagan o'sha o'rinimiz aka, ko'rib bilib turibsiz. Ko'rib turibsizlar, ba'zi joylari bor. Men to'g'risi bunaqa shunaqa shunga o'xshagani bor, Lekin imенно bundan do'y. Lekin havas qildim, niyat qildim, men ham xuddi shundan olib borib aka bitta qilib beraman. Inshaalloh. Bundan tashqari akalar ko'rsating bu yoqda. Mana yerda akalar farzandinglar, mo'l ko'ringlar. Mo'l ko'ringlar, dahshatligini. Tasavvur qiling. Aka, buni ustiga ham chiqib bera olmaymiz, Allohning fazli bilan. Aka, kraskalarimizga 100% kafolat beramiz aka. Inshaalloh aka, mana bemalol aka 100% javob beraman aka. Konkret kraskalarim aka shilinib, qirilib, mana bolalar xonasiga qilinadi, ruchkada sal umunasi tegib bo'lsa shilinib, qirilib qolmaydi. Yer hali bitmadi, lekin ko'rsatib qo'ysam, o'zi gapiradigan bo'lsam, gap shunaqangi darajada ko'pki, просто minutimiz yetmaydi, mo'l qaranglar. Xolasa, mana hali dazman qiladigan. Mana yerga hali shimlarni nima, shimiladigan bor. Ha, uxlaskalam, xonada egalari o'tiradi inshaalloh. Qaydaricha gapiraman, men borimcha gapiraman. Endi men ham ko'rib turibsizlar, ko'rmagan narsam aka ko'rmadim deyman-da. Bugun nima qo'yadi? Bular patinka qo'yadigan. Patinka qo'yadigan. Aylantirib. Mashalloh, mo'l qaranglar, go'zalligi. Akalar, kimda kim shunaqa kачественный xizmat kerak bo'lsa, albatta Andijonda akamiz